Amaliy qo'llanmalar, robot texnika, avtomobil elektronikalari va IoT qurilmalari haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. O'tgan darslarimiz sizlar bilan real vaqt tizimlarining testlarini o'tkazish, sinovlarni amalga oshirish, qanday test usullari borlari haqida sizlar bilan ko'rib chiqqandik. Statik testlar o'tkazish, dinamik testlar o'tkazish haqida sizlar bilan gaplashib o'tgan. Bu darsimizda amaliy qo'llanmalar, robot texnika, avtomobil elektronikalari va IoTlar haqida sizlar bilan gaplashib chiqar ekanmiz. Xo'p, kirish qismida biz nimalarni ko'rishimiz mumkin? Texnologiyalar dunyosidagi sayohat qilar ekanmiz. Robot texnika mexanik tizimlar va ularning intellektual boshqaruvi orqali sanoat va kundalik hayotni avtomatlashtirishlar amalga oshirish. Avtomobil elektronikalari zamonaviy transport vositalarining miyasi, murakkab boshqaruv tizimlari va diagnostik mexanizmlarini ko'rishimiz mumkin. IoT qurilmalari internetga ulangan aqlli qurilmalar tarmog'i orqali hayotimizni qulayroq va samaraliroq qilishimiz. Bu texnologiya bugungi kunda bizning hayotimizning ajralmas qismi bo'lib, sanoat, transport, uy xo'jaligi va ko'plab boshqa sohalarda inqilobiy o'zgarishlarni yaratib kelmoqda. Robototexnika asoslari, dasturchilar va amaliy yondashuvlar. Robototexnika nima? Ta'rif va asos tushunchalari. Robototexnika bu mexanik tizimlarni loyihalash, qurish va dasturlash orqali ularni avtomatlashtirilgan tarzda boshqarish fanidir. U mexanika, elektronika, dasturlash va sun'iy intellekt kabi ko'plab sohalarni birlashtira oladi. Asosiy komponentlari: mexanik tuzilma va harakatlantirish tizimlari, sensorlar va qayta aloqa mexanizmlari, boshqaruv tizimlari va mikrokontrollerlar, dasturiy ta'minot hamda algoritmlari. Qo'llanish sohalari: sanoat, ishlab chiqarish liniyalari, payvandlash, yig'ish ishlari, tibbiyot, jarrohlik operatsiyalari, reabilitatsiya, kundalik hayotda biz uy xo'jalik robotlari xizmat ko'rsatish, tadqiqot, kosmik va dengiz ostidagi tadqiqotlarni ko'rishimiz mumkin. Robototexnikada eng ko'p ishlatiladigan dasturlash tillari bular: birinchi navbatda Python, o'rganish uchun eng qulay til, keng kutubxonalardan to'plami, NumPy, OpenCV, TensorFlow, prototip yaratish va sun'iy intellekt integratsiyasi uchun ideal hisoblanadi. Oddiy sintaksiz ishlab chiqish, mashina o'rganish kutubxonalari bor. C++da yuqori unumdorlik talab qiladigan vazifalar uchun real vaqt tizimlari va tezkor javob berishni ta'minlaydi. Sanoat san'atlarida keng qo'llaniladi. Tizim darajadagi boshqaruv, optimal resurs boshqaruvi, keyingisi esa ROS, Robot Operating System, robototexnika uchun maxsus framework, modulli arxitektura va komponentlar o'rtasida xabar almashinuv tizimi katta jamoa tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Vizualizatsiya va simulyatsiya vositalari, tayyor kutubxonalar va paketlardan foydalanish. Amaliy maslahat: yangi boshlovchilar uchun Python va ROS kombinatsiyasining eng maqbul yo'li hisoblanadi. Keyinchalik C++ ga o'tish mumkin bo'ladi. Zamonaviy sanoat robotlari ishlab chiqarish liniyalarida yuqori aniqlik va samaradorlik bilan ishlovchi robotlar texnologiyasini aytishimiz mumkin. Robototexnika amaliyoti Arduino bilan ishlash. Arduino robotlar yaratish uchun platforma hisoblanadi. Arduino bu ochiq kodli elektronika platformasi bo'lib, u sodda va qulay dasturlash muhitini taqdim etadi. Robototexnika bilan tanishish uchun eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Mana shu Arduino qurilmasi bilan ishlash. Eng afzalliklari: arzon narx va keng mavjudligi, katta hajm, katta jamoa va ko'plab ta'lim resurslarining mavjudligi, turli xil sensorlar va modullar bilan mosligi, C++ ga asoslangan sodda dasturlash tili. Birinchisi Arduino dasturini o'rnatish, ikkinchisi platani ulash. Arduino platani USB kabel orqali kompyuterga ulangan va tegishli portlarni ishlatib ko'rishimiz mumkin ekan. Keyingisi birinchi dasturni yozish, oddiy LED miltillash chiroqlarini yoqib ko'rish, sensorlarni qo'shish, turli datchiklarni ulab, o'sha datchiklardan ma'lumotlarni qabul qilib uzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Robototexnika sohasidagi avtonom robot qurilishi. Ultrasonik sensori. Ultrasonik to'siqlar orasidagi masofani o'lchaydi, tovush to'lqinlari orqali ishlaydi va 2 dan 44 sm oralig'ida aniq natijalarni beradi. Motor va g'ildiraklari robotning harakatini ta'minlaydi. DS motorlar yoki servo motorlar ishlatiladi, motor drayverlar orqali boshqariladi. Robot kompasi barcha komponentlarni birlashtirilgan mexanik platforma, plastik, metal yoki yog'ochdan tayyorlash ham mumkin bo'ladi. Asosiy mantiq: sensor oldinda masofani doimiy
o'lchaydi. Agar masofa 20 sm kam bo'lsa, to'xtaydi, chap va o'ng tomonlarni skanerlaydi, bo'sh yo'nalishini tanlaydi va harakatni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Avtomobil elektronikalari, diagnostika va boshqaruv tizimlari. Avtomobil elektronikasining asosiy tizimlari: Eko motor boshqaruv bloki motorning ishlashini nazorat qiladi, yonilg'i ta'minoti, attestlama vaqti, havo yonilg'i aralashmasi va emissiya nazoratini qiladi. ABS tormoz bloklanishi g'ildirak bloklanishining oldini oladi, tormoz samaradorligini oshiradi va avtomobil nazorat qilishini ta'minlab beradi. SP barqarorlik nazorati avtomobilning trayektoriyasini monitoring qiladi hamda kerak bo'lgan alohida g'ildiraklarga tormoz qo'yadi. Robert Bosch gam sohasining yetakchisi hisoblanadi. 1986 tashkil etilgan Bosch kompaniyasi avtomobil elektronika sohasida dunyo lideri hisoblanadi. Kompaniya birinchi bo'lib ko'plab innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha ABS tizimi, SP tizimi, Common Hill yonilg'i quyish tizimi, zamonaviy haydovchi yordamchi tizimlari. Bosch har yili 30 milliondan ortiq boshqaruv bloklarini ishlab chiqaradi va butun dunyo bo'ylab zamonaviy avtomobillarga qo'llaniladi. Xo'p, diagnostik tizimlar va ularning ahamiyati. 1996-da OBT2 standartini joriy etadi. 2008-yilda CAN protokolini ko'rib chiqadi. 2001-yilda EOBD Yevropada ishlatiladi hamda 2020-yilda EZMT va DOIP bunaqalarga OBD2 diagnostikasi skanerlari asosiy funksiyalari: xato kodlarni o'qish, nazorat qilish, tozalash, real va ma'lumotlarni ko'rsatish, datchiklar holatini monitoring qilish, emissiya testlashni o'tkazish, VIN raqamini o'qish va identifikatsiyalash. Skaner tuli oddiy, faqat asosiy xato kodlarni o'qiydi. O'rta real vaqt ma'lumotlari va grafik ko'rinishi, professional barcha tizimlar dasturlash va kalibratsiyalarni qilib chiqadi. Xo'p, keyingi esa ko'radigan zamonaviy diagnostik skanerlari. Professional diagnostika vositalari avtomobilning barcha tizimlarida real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Avtomobil elektronikasida Avtosar standarti. Avtosar nima? Bu avtomobil dasturiy ta'minot uchun ochiq va san'atlashtirilgan arxitektura hisoblanadi. 2003-yilda yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi va texnologiya kompaniyalari tomonidan yaratilgan. Asosiy maqsad dasturiy ta'minotni qayta ishlatishligi, turli platformalarda moslashuvchanligi, xavfsizlik va ishonchlilikni oshirishi, ishlab chiqish jarayonini soddalashtirishi. Avtosar arxitekturasi qatlamlari nimalardan iborat? Birinchisi, dastur qatlami, funksional dasturiy ta'minot komponentlari. RTE qatlami bu runtime environment komponentlari o'rtasidagi aloqa, asosiy dasturiy ta'minot xizmatlari va driverlar hisoblanadi. Apparat qatlami mikrokontroller va periferiya qurilmalari hisoblanar ekan. Amaliy misollar sifatida avtomobil elektronikasi nosozliklarni aniqlash, skanerlarni ulash, xato kodlarni o'qish, kodlarni tahlil qilish hamda oxirida tuzatishni misol qilish mumkin. Misol sifatida P020 kodi katalizator samaradorligi me'yordan pastligi, katalizator eskirgan, kislorod datchigi nosoz, yonilg'i aralashmasi noto'g'riligini ko'rish mumkin. Iod qurilmalari aqlli qurilmalar va ulangan dunyolarni ko'rish mumkin. Iodni nima va qanday ishlaydi? Sensorlar atrof muhit haqida ma'lumotlarni to'playdi. Harorat namligi, harorat yorug'ligi, aloqa. Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, 4G, 5G orqali ulanish. Foydalanuvchilar interfeys, mobil ilova, veb platforma orqali boshqarish va monitoring qilish, bulutli xizmat ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish platformalari hisoblanadi. Iodning afzalliklari: inson aralashuvsiz jarayonlarni boshqaradi, resurslarni optimal foydalanish, real vaqt monitoring, doimiy nazorat va tezkorlikda javob berishi, ma'lumotlarni tahlil, qarorlar va qabul qilish uchun asosiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Qo'llanish sohalari: aqlli uylar, qishloq xo'jaligi, sanoat, sog'liqni saqlash jarayonini ko'rish mumkin. Iod qurilmalarining asosiy komponentlari: SP ko'zi mikrokontrolleri, DHT2 harorat va namlik sensorlari, tuproq namligi sensorlari, qo'shimcha komponentlar, rol modullari, OLED displeylar, quvvat manbalarini ko'rishimiz mumkin. Aqlli uy ekotizimlari: iod qurilmalari orqali boshqariladigan zamonaviy yashash muhiti, qulay xavfsizlik va energiya tejashlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, iod amaliyotlar intellektual sug'orish tizimi. Iod loyihasi. Iod loyiha maqsadi: o'simliklar uchun avtomatik sug'orish tizimini yaratish, tuproq namligi darajasiga qarab nasos ishlashini boshqarish va ma'lumotlarni smartfonga yuborish. Kerak komponentlar: SP32 yoki Arduino Wi-Fi moduli, tuproq namligi sensori 1 yoki ko'proq, relay moduli 5 volt,
suv nasosi 12 volt hamda yoki 5 voltni aytadi. Xo'p, quvvat manbai, shlanglar va suv idish, nolur mexanizmni, sxemani yig'ish, tuproq namligi sensorini analog portga relani raqamliligi portga ulashligi, Wi-Fi bilan sozlash va S32 ni Wi-Fi ga ulash hamda ma'lumotlarni bulutga yuborish, dasturni yozish, sensor ma'lumotlarni o'qish va chegara qiymatiga qarab relani boshqarish, mobil ilova integratsiyasi ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. IoT Bluetooth texnologiyali HC05 Bluetooth moduli eng mashhur klassik Bluetooth moduli hisoblanadi. Bu ulanish va sozlash TX va RX liniyalarida ko'rishimiz mumkin. Bu ma'lumotlarni qabul qilish hamda ma'lumotlarga qayta javob berishni ko'rishimiz mumkin. Amaliy qo'llanish misollari aqlli avtomobil boshqaruvi, smartfon orqali robotni masofadan boshqarish, Arduino va ulangan HC05 orqali harakat buyruqlarini qabul qilish hamda motorlarni boshqarishlarini misol keltirishimiz mumkin. IoT xavfsizligi va ma'lumotlarni himoya qilish. Birinchi, autentifikatsiya hamda avtorizatsiya. Faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilar qurilmalarga kirish mumkin. Kuchli parol yoki faktorli autentifikatsiya yoki tokenlarning ishlatilishi. Ma'lumotlarni shifrlash. Uzatiladigan ma'lumotlarni himoyalash uchun TLC/SLD protokollari, saqlangan ma'lumotlar uchun AES-256 shifrlash standartlarini qo'llash, xavfsiz framework yangilanishlari OTA deyiladi. Over the air yangilanishlar uchun raqamli imzolarni tekshirish, tarmoq segmentatsiyasi, IoT qurilmalari alohida VLAN yoki tarmoq segmentlardan joylashtirilishi, keng tarqalgan xavfsizlik muammolari hamda eng yaxshi amaliyotlarni mana shu bunaqalardan ko'rib olishimiz mumkin. Bugun sizlar bilan mana shu joyda o'z darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Yuqoridagi ma'lumotlarni hamma o'ziga chuqur o'zlashtirib oladi degan umiddamiz.